Qayer bu o'zi? Qayerga nima? Tezroq bu yerni qazib olish kerak. Qani meni kirkam. Olg'a. Butun shaxta meniki. Nima tushmagan-ku? Nahotki shaxtadan ko'p pul ishlab bo'lmasa, balkim bo'lar. To'xtachi. Ana like bosing. Ha, aytgancha o'yin o'ynab iftorlik, saharlik vaqtlarini o'tkazib yubormasliklari uchun biz serverga yangi plagin qo'shdik. Foydali bo'ladi degan umiddaman. Hammasi sheriklarimni spawnda ko'rish bilan boshlandi. Bu esa mening ikkinchi akkauntim. Keyin esa biz tekinga Ramazon kitini olishni boshladik. Men server qura olaman. Hozir esa men RTPga kirka yasash uchun kelyapman. Men o'zimning oldingi Ramazon kitini olganim sababli bu vibe ola olmadim. Kelinglar tezgina kirka yasab olamiz. Shaxta. Xullas biz shaxta yangilanishini kutdik. Shaxta yangilangandan keyin qazishni boshladik. Shu payt menga bir o'yinchi yozdi va u bilan savdo qilishga kelishdik. U menga 30,000 tashlab berdi. Men esa unga ikkita shalker tashlashim kerak edi va men ularni tashladim. Shu bilan yaxshigina pul ishlab oldim. Bir-birimizga minnatdorchilik bildirib, o'zimizni ishimizni qilishni boshladik. Ya'ni men RTPda bizning bazamiz uchun joy qidirishga ketdim. Sheriklarim bu vaqtda shaxtada ishlayotgan edi. Bir burchak topib, u yerga baza qurishga qaror qildim. Ammo shaxtadagi topperlar meni ishimni bo'lib qo'yishdi va men ulardan qolib ketgan lootlarni olib yig'ishni boshladim. Va mana omad, yonimdagi topper o'zining super kirkasi bilan shaxtani qazishni boshladi, lekin uning orqasidan juda ko'p lootlar qoldi. Men ularni birin-ketin sotishni boshladim va bundan juda ham ko'p pul ishladim. Keyinchalik esa shaxtadan yig'ib qo'ygan almas va oltinlarimdan opit yasashni boshladim. Ular menga baza qurish uchun instrumentlar yasashga kerak bo'ladi. Yasalgan opitlarni o'zimga sepishni boshladim. Yetarlicha opit yig'ib olgandan so'ng o'zimning qurol yarog'larimni enchant qilishdan boshladim. Taborimga juda ham yaxshi bo'lgan effektivность 4 tushdi. Bu daraxtlarni kesishda juda ham asqotadi. Kirkamga ham yaxshi char tushdi, faqatgina sholkovay kasanya bor ekan. Hozir qurgan bazamning chiroyiga o'zingiz izohlarda baho bering. Kelinglar ishdan chalg'imasdan kirkalarni enchat qilishdan boshlaymiz. Bizga biroz opit ham kerak bo'ladi. Opitlarni o'zimizga sepamiz. Va eng qiyini o'zimizga kerakli bo'lgan 3 ga 3 qayzigan kirka sehrini tushirish. Lekin mana bu sehr hech qanaqa yo'l bilan tushmadi. Va men playtime'dan o'zimning oxirgi yutuqlarimni olishni boshladim. Ya'ni o'ynalgan vaqt uchun mukofotlarni oldim. Va sizlar uchun video oxirida konkurs qildim desam bo'ladi. Ya'ni men mana shu yerga resurslarni bekitib ketdim. Kim birinchi kelsa o'sha sovg'alarga ega bo'ladi. Biz sovg'ani bekitib oldik. Kim birinchi kelsa o'shanga hammaga xayr, tomosha qilganingiz uchun rahmat. Ha, aytgancha, mana server IP'si. Ko'rishguncha.